Salom do'stlar, sizlar bilan men Redrix. Mana bu men mehmonxonam. Mana bu yer oshxona. Kecha ko'rsatgandim bu yerni qanday ishlashini. Kechagi videolarda ko'rsatgandim oshxonani. Va bu yerga yana bitta xona qo'shildi. Bu xona kelgan mijozlarga uy sotadigan joy. Mana shu jitirlar kelgan mijozlarga qaraydi. Jitirlar mana shu. Kelgan mijozlar pulni to'lab ketaverishadi. Mehmonxonadagi uylari taqib keyin kelib bemalol o'rnashishadi. Bu yerdagi xona, tepadagi xona hozir ko'rsatgan pullar, u yer bizning seyfimiz. Mana bu yerda ikkita xona taqib bo'ldi. Mana bu yerda ham yana shu ikkita xonadan bittasi shunchacha ortib qoldi. Mana bu yerda esa hali joy bor. Bu yerda ham quramiz va bu yerni yana bir qavat yoki ikki qavat ko'taramiz bu yerni. Mana bu yerga ham qurish kerak.